Vallahi birodarlar, agar mana shu duoni ixlos bilan, sidqi dildan agar aytsak, albatta Alloh taolo bizni haqqa yo'llaydi. Albatta yo'llaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni istiftoh duolaridan, ya'ni namozni boshlashda o'qilinadigan duolardan navbatdagisi, qarang, bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Imom Muslim rivoyat qilgan. Bu hadis Oysha roziyallohu anha onamizdan keladi. Abu Salama, Abdurrahmon ibn Avfning o'g'li Abu Salama Oysha onamizga kelib so'radi: "Ey ummul mu'minin, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tunda namoz o'qishda namozini qanday boshlardi? Namozni boshlashda qaysi duoni o'qir edilar?" deb aytganlarida Oysha onamiz xabar berdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tungi qiyom, shuning uchun ham kechasi tahajjud o'qimaydigan bo'lsangiz, kechasi tahajjud o'qiyman desangiz, Allohu akbar degandan keyin aynan shu duoni qiling. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilganlar. Bu sahih hadis. Ba'zi bir muhaddislar gapirgan, lekin sahih hadis bu. O'rganamiz. Allohumma robba Jibril, Allahumma robba Jibrail va Mikail va Israfil, fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaybi wash-shahada, anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'iznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ma'nosi: ey Allohim, ey Jabroilning va Mikoilning va Isrofilning Rabbi, ey Alloh, Fatiros samawati wal ard, osmonlar va yerni yo'qdan bor qiluvchi, ey Alloh. Alimal g'aybi va shahada, g'ayb va shahodatni biluvchi, ko'zga ko'rinmaydigan va ko'zga ko'rinadigan narsa hamma yo'qda biluvchi, ey Alloh. Sen bandalaring o'zaro ixtilof qilib qolgan narsada sen hukm chiqarasan. Bandalar ixtilof qilishdi. Uni o'rtasini kim hukm qiladi? Faqat Alloh hukm qiladi. Ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'iznik, o'z izning bilan ular ixtilof qilgan narsada meni haqqa yo'llagin. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Sen xohlagan kimsani to'g'ri yo'lga yo'llovchisan. Albatta mana shu duoni qiling. Xossatan kechasi tahajjud o'qimoqchi bo'lsangiz, qiyomul layl qilmoqchi bo'lsangiz, Allohu akbar degandan keyin mana shu duoni o'qing. Inshaalloh Alloh sizni to'g'ri yo'lga yo'llaydi.